Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Birdan boqyapmisiz? Parvozlar, xo'rozlar zo'rmi? Zo'r bo'lib yuraversin, kamida chempion bo'lib yursin aka-ukalar. Birgalikda bugun birinchi marta xudo xolasa jo'jalarimni yaylovga qo'yaman, kichik jo'jalarim, kichik partiyalarimni. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, parranda boqadigan bo'lsangiz, ekrandan uzoqlashmang. Bir foydali maslahatlarimizni ham jo'jalar tomosha qilib, yaylovga qo'yib, maslahatlarimizni ham berib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Nimaga? Sababi siz agar parranda boqadigan bo'lsangiz, bu juda ham siz uchun foydali kanal bo'ladi. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'tib qo'ying. Silkasini kommentariyada qo'yaman. Aka-ukalar, bu juda ham siz uchun Telegram kanalim, bu YouTube kanalim menimcha foyda bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga deganda aka-ukalar, shu 40 yillik tajribamni, shu beminnat, shu o'zimni bilganim, o'zim boshimdan o'tgani, tajribalarimni aka-ukalarimizga shu boshimizdan o'tgan narsalarni aytib boraman-da. Endi shu tajribasiz paytimizda juda ham ko'p parrandalarni o'ldirib yuborganmiz aka-ukalar. Endi shu akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, shu salgina tushunmaydigan bo'lsa, shu o'ldirmasdan boqsin degan maqsadda Alloh yo'lida aka-ukalar. Bo'lmasam ketdik. Hozir qiyinchiligini birgalikda ko'rasizlar. Qiyin deganim endi ko'p odam nimaga qiyin, shu ham qiyinmi deyishi mumkin. Hozir kuzatgandan keyin o'zingiz baho berasiz. Aka-ukalar, bu qiyin deb turgan yerim Kalami davlat. Birinciden. Köşe. Kış. 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 Xudo xolasa. Aka-ukalar, mallab chiqarib oldik. Endi bular dastlab birdaniga bu yaylovga tushmaydi. Nimaga? Sababi qo'rqadi. Bir ikki kundan keyin tushishi mumkin. Endi shu eshikning oldida yuradi bu ko'pincha. Bir ikki kundan keyin agar shu eshigini ochgandan shu yaylovga o'zi uchib ketadi hammasi, xudo xolasa. Endi aka-ukalar, asta shu foydali maslahatlarimizni berib o'taveramiz. Endi shu qirildi bo'yicha juda ham bir muammo bo'lib turibdi-da, juda ham ko'p savol bo'ladi. Shunchalik havo qizib ketdi. Shunda ham shu qirildi hali savol to'xtamadi aka-ukalar. Havo qizgan bilan shu ob-havo tushunarsiz bo'lib turibdi-da, kechasi salqin, kunduzi issiq. Ana shu birdaniga havo o'zgaruvchanligi bu parranda uchun bo'lmaydi-da. Shuning uchun ham erta bahor, kuzda parrandalar xirillab, piqillab qoladi. Mana shu yerda oqayak tosh bor-da, bu jo'jalar uchun juda ham foydali. Endi shuni ozgina yesin deb turibman. Shu yerlarga oqayak tosh sepib qo'yibman-da aka-ukalar.
Endi xirrildiga keladigan bo'lsak, endi ko'p odam, ko'p ukalarimiz savol beradi. Bu eng yaxshi dorilarni xirrildiga aytib o'taman. Veterinar aptekasida Tilaxson degan poroshok bor. Ana shuni boshlanish davrida sep qo'ysangiz, bu foydali. Birdan qoldiradi. Keyin ampitsilin qilib qo'ysangiz ham bo'ladi boshlanish davrida. Shu ikkalasini birga qilsangiz ham bo'ladi. Ampitsilin odam aptekasida ukol. Keyin yana odam aptekasida Ambroxon degan nima bor? Sirop bor. Deytski, yosh bolalarda shu o'sib kelib shamollab qolganda. Ana shundan masalan eng katta parranda bo'lsa 5 grammgacha ichiraversangiz bo'ladi. Shu xirrildi nimalar uchun yaxshi. Keyin yana undan ham agar rivojlanib ketgan bo'lsa, shu xirrildi, pirildi bo'ladimi, shamollash bo'ladimi? Veterinariya aptekasida Penseptrip 400 degani bor. Ana shu ham yaxshi, katta parrandalarga 1 grammdan 5 kungacha ukol qilaversak bo'ladi. Endi bu juda ham kuchli antibiotik, bu antibiotikimizni vitaminlar bilan birgalikda qilish kerak, aka-ukalar. Mana bular yaylovga tushdi. Vitamin bu 12 bilan qilsa yaxshi. Nimaga deganda Penseptrip 400 degani bu juda ham kuchli antibiotik. Shuning uchun parrandani jigarini keltirib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun vitaminlar bilan birgalikda ursak juda ham samarali bo'ladi. Aka-ukalar, endi odatda mana shu har bir videomda masalan video chiqarib, masalan qaysi jo'jamni ko'rsatamanmi, xo'rozimni ko'rsatamanmi, o'sha kommentariyalar, telefon qo'ng'iroqlari bo'ladi-da. Sotiladimi, bu qaysi zot, va kaza. Bu обязательно bo'ladi, har bir videomdan keyin bo'ladi. Aka-ukalar, sotiladimi, qaysi zot? Shuni ham aytib o'taman. Aka-ukalar, bu jo'jalar bez zelonkalar, zelonka qilinmagan jo'jalar hammasi sotuvda. Aka-ukalar, zelonka qilinmaganlari o'zimiz zotim. Bu hanjarga gematoma qo'shilgan. Gematoma ham o'ta qattiq, tanachi, smertelniy zarbasi bor gematomaning. Hanjarda bo'lsa pixi bor, yo'li bor, texnikasi o'ta kuchli. Xullas kalam shu ikkisidan qo'shilib chiqqan jo'jalar. Aka-ukalar. Telefon nomerlarini qo'yaman, oladigan odam bo'lsa, masalan, rasmga olib, belgi qo'yib, jo'natsangiz chiqarib yuboriladi, kelishilgan holda puli. Ana shu zotini aytib o'tdik, aka-ukalar, shu so'ragan odamlar uchun. Mana chotki narsalar, hech qanday qoni toza. Aka-ukalar, tovuq tarafi, ota taraf, ona tarafi qonida gidrat yo'q. Masalan, toza karis, toza turk, toza shamu qo'shilib ketganda bunda. Masalan, hanjardikinda ham bu gematoma zotida ham shu shamu, Koreya, toza turk hammasi tozasi qo'shilib ketib chatishib ketgan 3 ta 4 ta zot ana shu. Lekin zotlar masalan, bular asta-sekin dalaga tushsak, молодец. Aka-ukalar, ana shunaqa ma'lumotlarimiz shular. Endi mozol haqida mendan bir ikki savol bo'libdi. Mozol parvozlarimiz tomonidan. Endi mozolga aka-ukalar, veterinar nima, odam aptekasida mozolniy plastir degan plastir bor o'zi. Ana shu plastir bo'ladi, moz emas. Masalan, ana shuni yaxshilab iliq suv bilan oyog'ini yuvib, parrandani yaxshilab keraksiz joylarini asta-sekin kesib tashlab, masalan, iliq suv bilan yuvgandan keyin tozalab, ana shu plastirni qizil tochkasi bo'ladi. Ana shuni yopishtirib qo'yamiz, 2 kundan 3 kundan almashtirib turamiz. Kamida 15 kun, 20 kun bog'lashimiz kerak-da.
Keyin ikkinchi varianti bu mol yog'i, qo'y yog'i ham bo'ladi. Buni ham shu qo'y yog'i, mol yog'ini surtib, ustiga ozgina shu toshkasiga sarafoncha qo'yib, ustini bint bilan yaxshilab mahkam bog'lab, buni ham 2-3 kundan almashtirib bir 15-20 kun bog'lanadi aka-ukalar. Keyin vishnevskiy ham bo'ladi. Vishnevskiy ham yaxshi foyda qiladi mozolga. Vishnevskiy, ixtiyolu emas, bular ham yaxshi qiladi aka-ukalar. Bugungi videomizda shu ko'proq kelgan savollardan harakat qilaman-da javob berishga aka-uka. Shu xirildi-pirildi, mozol, sazol ko'p kelganda qo'ng'iroq telefonlar orqali. Yana bitta narsa aka-ukalar, nimadan? Telegram lichkamdan umuman prosto bir jo'ja nima bo'yicha, savol bo'yicha umuman uspet qilib bo'lmay qoldi. Bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Lichkadan savollar ko'payib ketdi. Masalan, 200 dan ziyod odam her audio zapis, video zapis yuborib qo'yadi. Men umuman vaqtim bo'lmaydi-da. Shu vaqtim shu Telegram guruh silkasini tashlab beraman, shunga vaqtim bo'ladi. Shuni silkasini tashlab berishga vaqtim yetib turibdi. Bu jo'ja oldi sotdi ishlari bo'lsa, endi javob beraman. Baribir bu kerak, baribir tirikchilik ham kerak. Bu narsalarda o'zi boqilmaydi aka-ukalar. Bitta ikkita shu sotmasak, buni boqqan odam biladi buni. Qancha don ketadi, qancha dori-darmon ketadi. Shuning uchun sotmasak bu narsalarni 1,5 ochishtirib sotmasak, buni boqish qiyin o'ta. Hozir masalan donlarimiz ham qimmatlab ketdi. Aka-ukalar, ana shunaqa gaplar bugungi temamiz. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.